akalar duvoni bombasini olmoqchimisizlar, ota-onaga uyga mana shunaqa rakvina qo'yib beringlar. Navbatdagi rakvinamizga ahamiyat bersanglar bo'ladi. Bu oddiy rakvina emas, bu dvovodnom rakvina, ya'ni tahorat uchun ham mo'ljallangan rakvina. Sanuzuli tor akalarimizga maslahat beramiz. Ota-onaga uyga sharoit qilib beringlar, duosini olasizlar. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda nima funksiyalari bor. Birinchidan mana ahamiyat beradigan joylarimizda qozoni ichi chuqur, qo'llarni tirsaklar bilan qo'shib yuvsa bo'ladi. Akalar mana smisitillariga alohida ahamiyat beramiz. Smisitillari o'zini rakvinasiga moslab qo'yib qo'yganmiz. Mana bu funksiyasi bo'lsa, bu funksiyasi mana bu yerdagi jo'mragiga ishlaydi. Ya'ni oyoqni tiqib yuvayotganda bu funksiya ishlatiladi. Yana buni fishkasini men aytaman. Sizlarga bunaqa knopchli sifoni bor. Bolajonlarni bilasizlar, ko'proq suv o'ynashadi. Mana knopkasini bosib qo'yganda suv to'ladi. Suv to'lgan holatida mana bunaqa avariyniy perilifi bor. Avariyniy perilifidan suv kirib ketadi. Kanalizatsiyaga suv toshib ketmaydi uylarga. Bu yerda ham xuddi shunaqa sifoni bor. Mana bu yerda avariyniy perilifi bor. Kimga shunaqa qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Debora jamoasiga murojaat qiling. Ha, aytgancha savobga sherik bo'lmoqchimisiz? Buni sheriklaringizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.